yozilayotganini ko'rib, shart o'tirib olmanglar. Yozilayotganini ko'rib, keyin o'tiringlar, chunki uni kessa bo'ladi. Agar intervyu olayotgan bo'lsangiz, kim bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, o'sha yozyapti. Keyin gapirib bo'lib, tugatib bo'lib, keyin yana qaraysiz, oldimmi, yo'qmi. Sizlar ishni qilib turinglar, men boshlayman. Keyin sizlardan realniy intervyu olaman. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda YouTube'ga intervyu ana o'quvchilarimdan. O'zi bugun bizda dars YouTube'ga kontent joylash bo'yicha. Qanqas biz hozir kontent uchun video olamiz. Shu videoni intervyu savol-javoblar qilamiz. Keyin o'tirib uni montaj qilib, hozir qo'yib qo'yamiz shu videoni. Bilaman o'quvchilarim eng a'lochilar desam bo'ladi, chunki qolganlar kelishmadi. O'tgan safar bular kelishmadi o'zi. Bayram yaqin bo'lgani uchun bizda hozir kamayib ketganmiz. Dars oxiri bo'lgani uchun. Qancha bo'ldi o'zi dars boshlanganiga? Normalniy o'qishyapti hozir. Sizlar ishlaringiz yaxshimi? Nimalar bilan bandsiz hozir? Hozir seminar o'tkazib oldik doktor bilan birga. O'zingizni tanishtiring. Bu yerda o'qishingizdan maqsadingiz, o'z nimalar bilan shug'ullanasiz, nimalarni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak, nimalarni o'zingiz qilolmayapsiz, nimalarni har doim o'zingiz qilishga ulguryapsiz. Chiqaring. Mani ismim Hafiza, 33 yoshdaman, bolalar massaji sohasidaman. Shu bilan birga keling ko'ylaklarni prokati bilan ham shug'ullanaman. Durdonaplarni oldilariga kelishimdan maqsad shu ijtimoiy platformalarni yaxshilab ilmini olish, ularni o'rganish, o'zimni xalqqa bermoqchi bo'lgan yaxshi kontentlarimni chiroyli taqdim qilishni o'rganish. Asosan o'zingiz qilishni o'rganish. Asosan o'zim qilishni o'rganish, chunki undan oldin ko'p agentstvalar bilan ham, mobilograflar bilan ham ish boshlab ko'rdim, lekin hammasi muvaffaqiyatsiz tamomlandi. Shuning uchun endi shu sohani baribir o'rganib qo'ymasam bo'lmas ekan deb oldilariga keldim. Natijalar yaxshi, xursandman o'rganayotgan narsalarimdan. Kelib darslaringizdan masalan hammasiga ham kelishga ulgurmayapsiz. Orada ozgina qolib ketdi. Ha, ikkita qolib ketdi. Kelgan darslaringizdan nimalarni o'rgandingiz? O'zingiz qilasiz hozir shuni. Hozir oldindan o'zi bilardingiz. Oldindan ozgina bilardim, lekin bilmagan narsalarim ham ana eng nozik joylari ko'p ekanda. Eng nozik joylari ko'p ekan. Men faqat Instagramni o'zidan ish hal bo'lib ketadi deb o'ylab xato qilgan ekanman. U yerda juda ham o'ziga yarasha nozik sirlari bor ekan. O'shalarni bekitmasdan aytganlari uchun hozir уже даже mana kuni kecha doktor bilan bitta seminar tashkil qildik. Men organizator bo'lib ham, mobilograf bo'lib ham yollarda turib berdim. Ular ham juda ham xursand bo'ldilar. Men ham o'zimni sinab oldim. Qanaqa bo'ldi shu rezultat? Zo'r bo'ldi. Ha, juda ham yaxshi bo'ldi. 2 haftaning ichida bo'lib ketdi. 17 ta odam keldi. 2 haftaning ichida yig'ilgan odam bu unaqa nima deydi, ko'p vaqt sarflanmadi, juda ham ko'p harakat qilinmadi, juda ham ko'p nima deydi, ovoragarchiliklar, komandalashlikdi-yu, unaqa ishlar bo'lmadi. Faqat bitta meni o'zim, bitta doktor. Men qo'limdan kelgancha asosan o'zim. Qancha edi? $100 atrofidamidi? Yo'q, $500 bo'ldi seminar. $500 17 ta odam yig'ibdilar, uncha-muncha. 17 ta odam. 2 haftada yana 2 haftada 17 ta odam yig'dik. 4 kun ichida o'tkazdik bu seminarni. Juda ham chiroyli bo'ldi. Seminarlarni o'zim syomka qildim. Endi montajga ozgina qarashib olishdi, to'g'ri, montajga hali usta bo'lib ketmadim. Lekin montaj darslarimiz oldinda. Ha, montaj darslarimiz hali oldinda, lekin bu qisqa vaqt ichida juda ham katta natijada. Bunaqa duh bilan master klass, seminar o'tkazib olish juda ham katta narsa. Endi Hafiza, o'zingiz ekspert edingiz. O'zlarini kelin qo'yning salonlari bor. Video tagida yozuv chiqarib qo'yamiz. Instagramda qidirsangiz bo'ladi. Massaj sentrlari bor. Massaj sentrga loyiha etdingiz. 1000 kishilik tadbir qilaman. O'shani qachonga mo'ljallayapsiz? 1000 kishiga qilmoqchimisiz, 100 taga qilmoqchimisiz? O'sha tadbir haqida aytib bersangiz, YouTube'dan ham qiziqganlar Hafizani tadbirlarga kelsanglar bo'ladi. Ham massaj o'rganarkansizlar, ham bolalar bilan dam olarkansizlar. Bu loyihani 1000 kishi uchun amalga oshirmoqchi edim, lekin Durdon opa bilan tavsiyalari bilan sal sinab olish uchun ham probaga kamroq odam bilan boshlamoqchimiz. Xudo xolisa, uning uchun avvalambor o'zimning rezultatimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bu sohani mohiyatini men hamma bilsin deb harakat qilmoqchiman. Tegi mag'zini, ildizini, haqiqiy ilmini olishinglar uchun harakat qilmoqchiman avvalambor. Keyin buni o'zimni farzandlarimga ko'rsatib bermoqchiman. Farzandlarimning natijasini ko'rib, onalar agar o'zimni farzandimni o'z qo'lim bilan mana shu yozda dam oltirib, chiniqtirib, to'g'ri rivojlanishiga o'z qo'lim bilan hissamni qo'shaman, men onaman, bolamga mehr beraman deb xohlashsa, ularga kurs qilmoqchiman.
kurs oxirida xudo xohlasa tadbir o'tkazamiz. U tadbirda kelib bolalaringlar bilan maroqli dam olib ketsanglar bo'ladi. Butun parkni yoptirib park olmoqchiman. Ha, butun parkni Dream City'ni men ma'muriyatiga uchrashib keldim. Hamma loyihangiz tayyor bo'lganda yana qayta aloqaga chiqing bizga deyishdi. O'sha parkni 3 soatga yoptirib, hamma ishtirokchilar bilan birga tadbir o'tkazmoqchimiz. Bersin. Rahmat. Tadbirga kelmoqchi bo'lganlarga nomeringizni qoldiramiz videodagida. Rahmat Hafiza. Endi sizlarni Shahnoza bilan tanishtiramiz. Hozir ortilarga o'tib olaman. Shahnoza o'zlarining shaxsiy brendlarini yuritadilar. SMM bo'yicha bepul darslari bor. Instagram o'rgatadilar. O'zlari nimalar bilsalar, hammasini o'rgatishga harakat qiladi. Shahnoza ham bu yoqqa kelishdan oldin onlayn kursida o'qigansiz? Albatta. Endi bizga rosa kerak. Shahnoza nimaga onlaynda o'rganolmadi? Nimaga offlaynga kelyapsiz? Onlaynda hech nima o'rgana olmadingizmi yoki mas'uliyatingiz bo'lmadimi? Offlayn bilan onlaynning farqi qanaqa ekan? Men onlaynga keladigan bo'lsak, onlaynda ham juda ko'p narsa o'rgandim. Chunki darslarni juda tushunarli qilib o'rgatgansiz, qiziqib rosa o'rgandim. Offlayn esa offlaynda sizni yoningizda ko'proq bilim olib, ko'proq insonlar bilan tanishib, o'zimga bo'lgan ishonchni shakllantirish uchun offlayn kursiga yozildim va xato qilmaganimga amin bo'ldim. Chunki offlayn darsiga kelib o'zimga bo'lgan ishonch, o'zimni yo'limni topolmayotgan edim, muhimi nima qilishni bilmasdim. Albatta o'zimni shu shaxsiy brendimni rivojlantirib, SMM sohasida ketib Instagram, Telegram sahifalarimni rivojlantiryapman. Telegramda ham obunachilarim juda kam edi. Hozir ancha ko'paydi, 1000 taga yaqinlashdi. Bepul darsliklar, pulli kurs ham ochdim yaqinda, unga ham yozilishdi qiziqib. Nechta odam yozilishdi pulli kursingizga? Unga ko'p reklama qilmadim, ChatGPT haqida tushuncha beraman deb shunaqa kurs qilganman. Odamlar kerak shunaqa kurslar. 4 kishini yozib ikkitasiga sovg'a qilib yubordim, chunki qatnashib mana shunaqagan. Ko'pchilik ko'rish uchun boshda shunaqaganman. Shunaqa qilib yozilishdi. Hozir darslarni sizga o'xshab vaqtida qo'yishga harakat qilib, haftada 3 kundan joylab boraman. Qiziqib, zo'r ketyapti hammasi. Instagramda ham 2 ta akkauntimni olib boraman, farzandlarim bilan va o'zimni shaxsiy. Offlaynda shunda Shahnoza, bizning energiyamiz yo'qdimi? Nima bo'ldi? Tezlashib ketdingiz. O'sha kurs ham o'tyapsiz, blogingizni ham rivojlantiryapsiz. Hozir endi reklama qilib odam ko'paytiraman deb aytasiz. Yoki qanaqadir narsa bo'ladi. Siz nimada itaryaptimi? Katta maqsad qo'yib olganmisiz yoki offlaynga to'liq qilib, offlaynda o'qiyman, natija bo'lsin deb harakat qilyapsizmi? Nima kuch berdi? Menimcha sizlarning energiyalaringizga kuch berdi shekilli, chunki onlayningizni ham qayta o'qib, hamma narsaga tushunganman. Bu yoqqa kelganimda ham qaradim, hamma narsani bilaman. O'tayotgan narsalar uchun ko'rib chiqqanman onlayn darsda. Lekin buni amalda qo'llash, insonlar bilan muloqot qilish, farzand tarbiyasi bilan bo'lib ko'proq uyda o'tirib qoldim-da. Shunda keyin yoqqa kelib boyagi hamma odamni ko'rib, birini ko'rib fikr, birini ko'rib shukur qilasan deganlardek, hamma insonlarni ko'rib, nimadir fikrlar olib, shunaqa o'zimni rivojlantirishga yana eng muhimi mana Hafiza bor, boshqa qizlar bor, harakat qilishadi. O'shalarni ko'rib uyat bo'ladi deb ham haqiqatdan o'ziz ham bizga darsdan tashqari ko'proq nima psixologlar chaqirib berdi, sekinga yana ChatGPT'ni o'tib berdilar, nutq bo'yicha o'shalar ham juda katta foyda berdi. Bundan keyingi planlaringiz qanaqa? Kurslaringizni ko'paytirasiz, obunachilaringizni ko'paytirasiz, avizatsiyani, Instagramni hozir yuritasiz, Telegramni yuritasiz, endi YouTube darsimiz bor, YouTube bo'yicha amaliy dars o'tkazasiz. Xuddi shu kontentlaringizni YouTube'ga qo'yasiz, TikTok'ga qo'yasiz. Endi mana shuni to'xtamasdan harakat qilsangiz, 1 yilda уже boshqa joyda bo'lasiz. 5 yilda уже вообще boshqa joyda bo'lasiz. Agar harakat qilsangiz, agar harakat qilmasangiz, mana shu turaverasiz, o'zgarmaydi. Yana qanaqa planlaringiz bor bundan tashqari? Hozir aytganlarim baribir qilasiz. Yana o'zingizda qanaqadir planlaringiz bormi? O'zingizni sentringizni ochishmi yoki yana o'qishmi? Nima planlaringiz bor endi? Yana o'sha SMMni chuqurroq o'rganib, jamoa shakllantirmoqchiman. Xudo xohlasa, sizdan borib, balki agentство ham ochib qolaman. Shunaqa rejalar. Kelajakda rosa talab katta bo'ladi. Nimadan qo'rqyapsiz hozir? Masalan, o'shalarni boshlashda 100% dars beriladi, bir odam 20-30% ni oladi, harakat qiladi. Hozir katta ish boshlashdan oldin nima qo'rquvlaringiz bor?
u eplab keta olamanmi, oxirigacha bora olamanmi degan qo'rquv bor. Lekin bilimsizlikdan qo'rquv yo'q-a? Yo'q. Keyin dangasamasiz уже. Dangasalik ham yo'q. Ikkilanishlar, qo'rquvlar balkanda. Shunaqa. Bu hammada bo'ladi. Faqat menda. Mana yangi loyiha qilayotganimda xuddi Alloh hech qanaqa loyiha qilmagan yana tushkunlikka tushib qolaman. Qila olmaymanmi shuni, epla olmaymanmi, odam kelmasachi, hech kim kelmasachi. Keyin yana mana reklamalar beriladi, boshida reelslarda chiqariladi, target yoqmasimizdan. O'shanda odamlar qiziqmasa-chi, masalan 3 soatda boshida, 2 soatda qiziqmasa, men tushkunligiga tushib ketaman deb, bo'ldi, men hech kimga kerak emasman. Hech kim menga qiziqmaydi, hech kim kelmas ekan deb o'tiraman-da. 3 kunda shu 100 ta odam yozib qo'ygan bo'laman. Keyin qarasam, keyin yana yangi loyiha boshlayotganda yana xuddi shu ahvol bo'ladi. Bu hammada bo'ladi. Sizda bo'lmaydi deb o'ylar ekanman. To'plarda ham bo'ladi. Har doim yangi narsadan olib qo'rquv bo'ladi. Lekin keyin ketaverishingizga ham qo'rquv bo'lish. Keyin baribir ketaverishga sababchi yo o'zingizga va'da berib qo'yishingiz kerak, yoki kimgadir va'da berib qo'yishingiz kerak, yokida mana yonib turgan xarajatlaringiz bo'lishi kerak. O'shanda ketasiz. Bo'lmasa ketolmaysiz. Keyin deb qolib ketaverasiz. Shuning uchun xarajatlar yo majburiyat bo'lishi kerak, yo xarajat, nimanidir bo'lsa odam harakat qiladi. Bizda keyingi ishtirokchilarimiz yo'q. Dangasalar haqida hozir aytamiz. Madina shunday kelmagan. Sarpa Sandiq opamiz borlar. Opamiz Ozod opamiz. Ozod darsga kelmayaptilar. Ishlari ko'p, hozir sezon. Yana Maryam viloyatga ketganlar, hozir bayram. Yana kimlar borda? Madina. Maftuna kosmetika sotadilar. Kosmetikaga urib, vaqtlari bo'lmasa keyingi potokka kelaman deb aytdilar. Yildiz kim Yildiz? Yana kim bor? Hilola bir mashina ishlaydilar. Hozir Mariyaxonaga chiqib ketdilar. Uchirma sentrlari bor. Qizlarimiz ko'p. Qizimiz ekzamen topshiryaptilar. Ekzamen topshirayotgan qizimiz bor. Aptekada ishlaydigan qizimiz bor. Ular ham kelmadi. Ular Madina, bizning kuratorimiz, texnik savollarga javob berib turadilar. Bizning yuragimiz, ular bo'lmasa biz qiynalib qolamiz. Shu intervyuni tugatamiz. Endi biz montaj qilamiz, sizlar ko'rasizlar, o'quvchilar bilan birga buni montaj qilamiz. Oblochkalarini qo'yamiz. Qo'yilishi bilan ko'ringlar, bizga prosmotr kerak.